ömrüme bize kızım. Ay benim cennet kızım, saçları giyecek kızım, ömrüme bize kızım. Ay benim cennet kızım, saçları giyecek kızım, ömrüme bize kızım. Assalomu alaykum tafakkur xonimlardan hurmatli janoblar. Bugun sizlar bilan yana sevimli jamoangiz Ogohiy tabrik jamoasi shunday fayzli aksiyonda ko'rishtirgandan bexad mamnundir. Mana bugun 19 mahallasida bo'lib o'tayotgan fayzli kechamizning jajji qirolichasi bo'lmish Sevinchli singlimizni tavalludini topgan kunlar ekan. Ularga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilagan holda bitta savol bilan izlasak. Sevinchli singlim, sen tug'ilganingda shinniy syurpriz bo'lsin, ya'ni Ogohiy tabrik jamoasi tashrif buyurishini bilmadingmi va kimning nomidan da bo'laysan? Sevinchli sen tug'ilganingda shinniy Ogohiy tabrik jamoasi tashrif buyurishning asosiy sababchisi dadang To'lik og'amiz bilan tashrif buyurdik. Marhamat, biroz kazaklarimiz va olqishlar qo'ysak. Endi shu yerda Sevinchli singlimizni onasi Umida akamizga so'z davatini bersak. Marhamat, Umida aka. Hammangizga kelganlaringizga kattagan rahmat. Shu qizimni uzoq yashirtiraymi, aqlli xushli bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin. Dadasilardan kattagan rahmat. Biz kutgan yo'q edik bunday surpriz bo'lishini. Bo'lishini bilmadik. Dada bilmadik biz. Hammangizni shu sizlar kelganlaringizdan kattagan rahmat. Shu kattagan bayramimizda hammangizni chin dildan tabriklayman. Rahmat. Endi shu yerda hammalari rahmatli nazarımizlardan yuzlasak marhamat. Ben Sevinçli kızım tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Xudoyim mutluluk qiz bo'lib, aqlli, xushli bo'lib, o'qishlari kirib, shu ota-onangga rahmat eshittiradigan bir qiz bo'lib yetishgaysan. Hammaga sog'lik, salomatchilik tilayman. Xudoyim shu ukamam sog' yurgay. 100 yaşlarga kirib yurish nasib etgay. Umid etaman shu ukam bilan teng yashab, teng barishib, yuzlar bilan yuzlashib yurgaysizlar. Yangi yillaringiz bilan hammangizni tabriklayman. Sog'lik, salomatchilik, hammangizni xonadonlaringizda tinchlik, xotirjamlik tilayman. Yine bir arkadaşlar. Esselamu aleyküm doğru katnaşçıları. Mene bugün biz 12 kemmine Ümide gelinimiz Kanadan'ında yakşı gününde oturgan ekemiz. Şu Sevinçay'da tuğan günümüne tebrikliyim. Daim 100 yaşlara kirip görsün. Şu ükemem sağ salamet üyüne kesin. Öğlen karşı ükemme yadına düşüp yeslep aytqani uchun men dim xursandman shu. O'zidim iltimos etib aytibdi sizlarga shu ukamam sog' yurgay Xudoyim. To'g'risi bizlardan hech yodimizda yo'q edi shu no desangizlar ham dadasi, lekin meni shu qizim dedi xafa bo'lmasin. Men qizim aro sahna bezaklarimni yetchak edik, to'qirbat deb bular aytdi, tushuntirdi vaziyatni. Shunday gaplar. Hammangizga rahmat, sog'lik bo'lsin, bayramlar bilan tabriklayman. Yangi yillar yaxshi kutib olinglar. Ukamizni kichik tasal
G'anisa raqamimiz bor ekan, marhamat ulardan bir chiroyli niyatdan eshitib qolsak. Assalomu alaykum qatnashchilar. Mana bugun biza ukam, og'aynim to'lik qizi Sevinchaydi. Qizimiz. Va uzoq umr baxsa deb tilayman. Ota-onasidan sog' salomat yursin, o'ynab kelaversin. Shu akasidan, dadasidan shu sog' salomat o'ynab kelib kelsin. Safarda. Şu yangilarni hammaga tabriklaymiz. Qizimizga uzoq umr baxsh deb tilayman. Hammaga yangilarni tabriklayman. Sizlarga ham rahmat. İnşallah Bazar Bayramımızdan bor ekan, marhamat Bazar Bayramımızdan ham chiroyli niyatdan eshitib qolamiz. Sözlerinize rahmet. Şu kızımıza uzaklaşan yürekten kendimiz müzakana tabiimiz ileride şu bala çevrende oynayıp yürüyesen kızlarını çıkarırsan balalarını yönetilir ama şu oynayıp yürüyesen çünkü yuvalan adam uzaklaşan göre amasa seferine amasa geliyor yuvalan kise kelimesine bereket verir sağ olun. Tabiimiz hemen giden yollarında. İnşallah keramat aka bor ekan, marhamat ulardan bir chiroyli niyatdan eshitib qolsak, marhamat keramat aka. Hürmetli ortaklar, yine bugün ben ailemiz bilen Sevinçay'ın doğulan gününe giyen ekemiz. Ben bu kızıma uzak ömür dileyim. Ömürlere uzak olsun. Kudayım bir yaxşı yerlere geleyim bulun. Kudayım sağ yürügi. Şu meydanda ekesem sağ salamet. Şu kise keremine bereket verip şu kapkan tutkanın şu bağalarına, ailesine yaxşı billere buyur bey. Kudayımın doğulan günü köprüsünü görgiyle. Sağ ol salamet o yine bir var tebrikliyim. Ömrün uzak olsun kızım. İnşallah muhabbat etkenimizden bor ekan, marhamat ulardan bir chiroyli niyatdan eshitib qolsak. Sevinçay kızıma uzak yaş dilayman. Bir yaxshi yerlarga gelin bolup tushib şu kızımızdan baxtlı bo'lg'ay. Dedesinden anası kelib şu bağlarının yanında yürgey başkaç bulup. Ümidenem 40 yıllık yübileyi bilen tebriklimen. Bağaların adında soyursunlar. Koşarak kılgan gün adına gelin. İnşallah xolasi bor ekan, marhamat ulardan xolasi mana bir chiroyli niyatdan. Ne diyeyim tebriklayman şu kızım, kızı olsun Xudayım. Her bir gün şunday baxtli kun bo'lg'ay, hech yomon bo'lmagan. Hamma yoshlarimizni tabriklayman. Bundan ham uzoq yoshlar ko'rgaysan. Doim birgalikda yuravergaymiz. Yaxshi kun bo'lg'ay. Hammaga kelganlaring uchun rahmat. Podshohga rahmat. Bunday surpriz etgan uchun kutib yo'g'adik. Tabriklayman kızım. Hech kim kutmagan narsa bunday. Podshohdan bunday narsa kutib yo'g'adik podshohdan. Şurada Dildor akamiz, Oykuz akamiz va Muqaddas akalarimizdan bor ekan, marhamat ulardan ham bir chiroyli niyatdan eshitib qolamiz. Sevinçay, ben şimdi baxtlı kız bo'lg'aysan, o'zing baxtına quvonib, şimdi baxtliman deganlardan baxtli kız bo'lib yurgaysan. No niyeting bo'lsa yetkaysan. Umid sen ham 40 yoshingdan tabriklayman chiqan. Baxtli bo'lib yurgaysan chiqan. Uyingdan yaxshigim bo'lgan. O'yin kulgi arimag'ay. Hamisha baxtli bo'lib yurgaysizlar. Şu to'ligan amada sog'lik tilayman. Shuni sürpriz etibdi, rahmat to'ligan amam. Xudoyim ko'p nelerdi, bayramlarda birga kutish nasib etgay birgalikda. Baxtli bo'lgaysizlar. Sevinçay menem tebriklayman doğulan günün bilen. Şimdi yaşlanıp köpünü görüp birgeysen, özünü kılaganca yaş versin. Belki az ümitlerin olsa, hemmesine erişey birgeysen. Baxtlı, omadlı kızlardan bo'lg'aysan, yaxshi beshanga elin bo'lganlardan to'ylarida o'tirmoq nasib etsin. Umida sizdan ko'p yillik yoshlarimiz bilan tabriklayman. Shunday 40 yoshlarni ko'pini ko'rib birgaysiz, baharlarni.
Hammangizı shu girishga bilan yangi yil bilan tabriklayman. Shu 2026 yil hammaga omadli bu baxt olib keladi yil bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Ben Sevinçay'ım. Şimdi çıraylı bu küçüklere gelin bu yürüyüşünü kalkıyman. Kudayım sizden çıraylı bu gay baktım. Ümid ediyorum siz de olan yürüyüşlerden tabriklemek 40 yaşar. Sevinçay, özü haklagan mi yaş belgeyi Kudayım. Baklıman dengelerden baklı bu gaysa. Türkiye'nin devletinde işin yetiştirsen de coşup oturabilirsen, hem mavak silahı giysen, 40 yaş umren tebriklime Kudayım 100 yaşlar edebilirsin. Ilişildi Sevinç aytganimizni doyisi jamshitamiz bor ekan marhamatlardan bir chiroyli niyatdan eshitib qolamiz. Tebriklemek senin için tuğan günü. İyi sen tebriklemek arkadaşımdan. Şu tazayı önüne Rahmat jamshit aka. Yani bir ikimizden to'liq og'amiz bilan telefonda video izib orqali gaplashdik. Shu beshona sahna bizga yoyib bering dedi. Shu noqulay ob-havo tufayli yoyib bermadik. To'g'ri kirib keladigan bo'ldi. Kamchilik bo'lsa eleştirmaysizlar, endi baqana o'yin guliga yetaveramiz. Marhamat hammamizni davramizga taklif qilib qolamiz.
endi sevinç o'tganimiz uchun maxsus so'zlarni davramizda taklif qilib qolamiz. Gerçekten kollamasınız. İyi rahmet azizler. Ana endi quvoshga to'la tilaklar, go'zal raqslar va qo'ng'iroq do'stlarga boy to'lgan kun loyihamiz ham o'z o'zini etmoqda. Bu kun bejiz emas, bu kun o'zidan to'lgan kun nisholayotgan, sevinch o'tganimiz uchun ana turmas sahifalardan biri bo'ladiga umiddaman. Bugun sizlar bilan yuragingizdan joy olgan tomon ogohiy tabrikcha mos bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.